Hammaga salom, sizlar bilasizlar. Bugungi videoda Atifak haqida ajoyib faktlar videosi. Tayyormisizlar? Atifakning ismi Hasan. Familiyasi Mansurov. Qishloqining ismi Husan. Familiyasi ham Mansurov. Atifak 2007-yil o'zida 8 yoshda. Atifak Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Atifakning YouTube kanalida 900 mingtaga yaqin obunachi bor. Atifakning Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 27 mingta obunachisi bor. Atifakning Mod kanali ham bor. Mod kanalida 2 mingta obunachisi bor. Atifakning Sever kanali ham bor. Atifakning ikkinchi YouTube kanali ham bor. Atifak ikkinchi kanalida jonli efirlar qilib turadi. Atifak va qishloqqa eksak. Atifakning Hasan nomli YouTube kanali ham bor. Atifak Telegramda o'zining yuzini ko'rsatgan. BTV kanalini 3 bo'lib odam olib boradi. Hasan Atifakning o'zi O'ttadagi Shohrux do'sti. Husan qishlog'i. Abdala, bizda Arti degan geniy odam bor. Xullas ko'rsat. Biz Mana bu la'natlarga tugmani bosmadik. Shuning munosabati bilan biz mana bu yerda 2 soat o'ynadik shu yerda. 2 soat o'ynadik. İşte gapirganlarimiz bir tim bo'ldi. Vanblok berdik. Vanblokning yangi qismi edi. Nozir fazani tugatdik biz bu yerda. Men ana bu yerda 2 soat mana bu narsalarni qurdim. O'lib ketib mana bu yerda yalmog'iz. Mana bu yerda qishloqlar bor. Qishloqqa bolalar sizlar ko'rmadilaring. Shuncha narsani men aytdim, videoga olyapsanmi dedim. Olyapman dedi. Tamom endi. BDVda video endi kechroq chiqadi. Yana notebookim ham o'chib qoldi. Pul tashlaylar. Hammasi raso. Davlomot ishchi joyga o'tasan hujum. Xullas biz 2 soat mehnat qilganimiz hammasi chotka bo'ldi. Shuning munosabati bilan birorta short savol. Shu bilan Sizlar video tugadi. Video sizga yoqqan. Bittaman kelasi video nima haqida bilsin kommentga yozib qoldiring. Sizlar bilan ishtaysa bo'ldi. Kelasi videolargacha sog' bo'ling.